Qadrli barsachilar, sizlarga bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Yomon xabardan boshlaymiz. Buning uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Biz dekabrgacha 50 mingta bo'lishimiz kerak. Yomon xabarimiz shuki, Pedri rasman 3 oyga safdan chiqqan va 3 oy ichidagi eng asosiy uchrashuvlardan biri bo'lgan Chelsiga qarshi uchrashuvda o'tkazib yuborishi aytilyapti. Pedri yo'q degani bu butun yarim jamoa yo'q degani. Kontrol yo'q degani. Pedri yarim himoyadagi hujumni boshlashni ham, himoyaga qaytishni ham, pressingda ham juda ham katta sababchi insonlardan biri bo'ladi. Pedri xudo xolasa tezroq tuzalib ketsin deb qolamiz. Yaxshi xabarimiz shuki, Lewandowski mashg'ulotlarga qaytdi va Lewandowski Elchiga qarshi uchrashuvda ikkinchi taymda zaxirada maydonga tushib o'ynashi aytilyapti. Xudo xolasa Barselonada asta-sekin jarohatdagi futbolchilar tuzalib qaytishni boshlayapti, lekin qaytgan futbolchilar yana jarohat olishni boshlayapti. Barselonada hozir sharoit juda ham og'ir. Xudo xolasa bu vaziyatdan chiqib ketadi va jarohatdagilar tez orada qaytadi degan umiddamiz.